Nima? Germaniya magazinlarida pampersli tekin? Sizlar bu narsani aniq ko'rmagansizlar. Germaniyada DM magazinda shunaqa joy bor. Yosh bolaliklar deganda bemalol bolalarni pampersini alishtirsa bo'ladi. Bolalarni razmeridagi pamperslar 6 razmergacha bor. Mana bu yerda одноразовый salfetkalari bor, paketlari bor. Bemalol bolalaringlarni yotqizib, влажный salfetkalargacha qo'yib qo'yilgan. DMda shunaqa bolalarni kiyimini ham bemalol olsanglar bo'ladi. Bizda shunaqa voqea bo'ladi, tanishimiz bilan shu bolalariga kiyim kerak bo'lib qoluvdi, ekstremniyda. Shuni DMga kirib, bu yoqda alishtirib, emashdan o'zidan kiyim olib chiqib ketgan edik. Yosh onalar uchun shunaqa farzandini ovqatlantirib olish uchun ham bemalol joylar ham bor. Eng qizig'i, bunaqa joylardagi pamperslarning hammasi bepul tekinga qo'yib qo'yilgan. Endi sizlarga savol, agar sizlar yashayotgan joyingizda xuddi shunaqa magazinlarda ochiq onalar uchun, yosh bolaliklar uchun mo'ljallangan shunaqa joyda tekinga pamperslar deganda qanaqa holat bo'lardi? Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar.